Men yolg'iz onaman. Farzandlarimni ayol bo'la turib o'zim katta qilaman. To'g'ri, bu oson emas. Bunday ayollarni oshqocha kulishi, biron joyga yakka o'zi borishiga go'yoki haqqi yo'qdek yashaydi. Ming to'g'ri yo'lda bo'lsam ham, odamlar nima deydi deb xayolimda men ham o'ylab qolaman. Ba'zida esa yolg'izlik menga xayrlisidek go'yo. Shunda ichimdagi ovozlar aniqroq eshitiladi. Sen kuchlisan, sen bunga qodirsan, sen yolg'iz emassan. Sening farzandlaring bor. Men esa ba'zida charchayman. Ba'zida kulgum ham ichimdagi og'riqlarni yashirish uchun chiqadi. Odamlar esa faqat kulgimni ko'radi, ichimdagi kurashni emas. Ular mening har bir kechamni, har bir tashvishimni, har bir duo qilib uxlagan tunlarimni bilishmaydi. Ro'zg'or kami hech qachon hayolimni to'lmayotgandek go'yo. Kamiga ishim uchun eng kerakli bo'lgan qo'limdagi telefon xotirasi ham to'lib ishlamay qoladi. Lekin shu vaqtlarda menga Imkon savdo markazi yordam beradi. Chunki u yerda menga o'xshab ulgurmaganlar uchun barcha smartfonlar bozordan ham arzon narxda aksiyasi davom etyapti. iPhone, Samsung, Redmi, Honor smartfonlarining barchasi boshlang'ich to'lovsiz 12 oy muddatga birgina pasporti orqali xarid qilishim mumkin. Avtojihozlar uchun ham 20% chegirma yoki 25% bonus ham davom etyapti. Sizlar ham shoshiling. Aksiyadagi mahsulotlar soni cheklangan. Harakat qiling. Asosiysi ham shu. Harakatni to'xtatmaslik kerak. Men ham ba'zida harakatdan, odamlarning negativ qarashlaridan charchab qolaman. Lekin baribir men taslim bo'lmayman. Chunki men faqat o'zim uchun emas, bolalarim uchun yashayapman. Ularning ertangi kuni uchun bugun kuchli bo'lishim kerak. Men yiqilsam ham yana turaman. Men yig'lasam ham yana kulaman. Va asta-sekin tushunib boryapman. Odamlar nima deydi? Bu mening hayotimni belgilamaydi. Mening qadriyatimni, mening yo'limni men o'zim tanlayman. Men ayolman, zaif emas, balki sabrli, chidamli, mehrga to'la kuchman. Shu yo'lda yolg'izlik ham menga dars bo'ldi. O'zimni sevishni, o'zimga suyanishni o'rgatdi.